Demak, o'sha bugun mana bugun bir ajoyib tadbirda ishtirok etyapmiz. Tolali eklar ilmiy tadqiqot institutida demak ilmiy anjuman bo'lib o'tmoqda. Biz o'simliklar genetikasi ilmiy tadqiqot instituti Tolali eklar ilmiy tadqiqot instituti bilan demak juda yaqindan ilmiy hamkorlik olib borib, bu yil 2025-yilda 7 xil tola beruvchi ekinlarning 50 dan ortiq namunalarini hamkorlikda sinadik va bu olimlar bilan birgalikda bularni o'sha bugungi kunda global iqlim o'zgarishlari sharoitida suv taqchillariga chidamli tola sifati yuqori bo'lgan namunalarni tanlash, shu bilan birgalikda demak ularni o'sha vegetatsiya davri qisqa bo'lgan hosildor navlarni tanlash bo'yicha hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar ishlarini olib bordik. Biz mana bugungi bu demak anjuman ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kelgusida hamkorliklarimizni oshirib, xalqimizni demak o'sha tola mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda o'zimizni hissa qo'shamiz deb hisoblab, shu ishlarga rivoj tilaymiz. Tolali eklar ilmiy tadqiqot institutida hozirgi kunda paxta tolasi bilan birgalikda yana tolali ekinlarga mansub bo'lgan o'simliklar qatorida bamya o'simligi bilan ham hozirgi kunda tadqiqot ishlari olib borilyapti. Bamya o'simligi bo'yicha qisqa ma'lumot beradigan bo'lsak, bamya o'simligi asosan uni vatani Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Braziliya bo'lib, oxirgi yillarda shu o'zimizning O'zbekistonda ham shu bamya o'simligini yetishtirish bo'yicha 2025-yilda bahor oylarida, aprel oyining 15-16 kunlari shu bamya o'simligini tajriba sifatida institut atrofidagi ajratilgan yer maydoniga ekildi hamda uni agrotexnika sug'orish ishlari olib borildi va bu bo'yicha bamya o'simligini kuzatuv ishlari olib borildi. Bamya o'simligini yaxshi xususiyatlari bor. Unda shu ozuqa sifatida, iste'mol sifatida ham foydalanilsa bo'ladi. Sababi issiq o'lkalarda, mana misol uchun Hindistonda shu bamya o'simligini mevalaridan shu iste'mol uchun har xil taomlar tayyorlanadi. Undan tashqari buni qoyasidan tola mahsulot olsa ham bo'ladi. Chunki bu tola dag'al tola bilan birgalikda shu paxta tolasiga yaqin bo'lgan xususiyatga ega tola o'simligi olish imkoniyati olish mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda ilmiy tadqiqot institutimizda mana shu bamya o'simligini asosan o'simligidan tola olish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilyapti. Boshlang'ich bamya o'simligidan olingan boshlang'ich tolalar hozir kimyoviy institut bilan birgalikda tolani xususiyatlari o'rganilyapti. Ya'ni tolani sifati, uni mayinligi hamda uni shtapil uzunligi hamda shu tola bundan olingan toladan paxta tolasiga o'xshab foydalanish, ya'ni unda har xil kiyim ishlab chiqarilishda, to'qimachilik sanoatida hamda kimyo sanoatida foydalanish bo'yicha tola olish yo'llari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilyapti. Assalomu alaykum hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Men bugun Tolali eklar ilmiy tadqiqot institutining laboratoriya mudiriman. Biz bu yil mana shu konferensiyada men o'zimni kanob tolali o'simligini yetishtirish imkoniyatlarini o'rganish bo'yicha maqolam bilan qatnashdim. Bu maqolamda asosan dag'al tolali ekin hisoblangan kanobdan tola olish imkoniyatlarini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borildi. Bu ilmiy izlanishlar natijasida turli davlatlardan keltirilgan kanob urug'ini 10 xil navini ekildi. Shu 10 xil navi ekilib, fenologik kuzatuvlar olib borish natijasida undan sifatli tola mahsuloti olindi. Shu jarayonda uni yutish usullari o'rganilib, shundan yaxshi tola mahsuloti olindi. Endi kelajakda biz shu ekish maydonini kengaytirib, shu olingan toladan tola olish hamda qayta ishlash texnologiyasini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.